Tabiatning umumiy tili ko'zga ko'rinmas, ammo aynan u barcha jonzotlarni yaxlit bir butunlikka bog'laydi. O'rmonlarda daraxtlarning ildizlari zamburug' tanasi bilan birlashib, yer ostida murakkab va o'zaro bog'liq tarmoqni hosil qiladi. Olimlar bu tarmoqni o'rmon global tarmog'i deb atashadi. U nafaqat suv va ozuqa moddalarini taqsimlaydi, balki o'simliklarning ma'lumot almashinuviga ham yordam beradi. O'simliklar asosan ikki yo'l bilan aloqa o'rnatadi: kimyoviy usul bilan, muayyan molekulalarni ajratib chiqarish orqali, va elektr usuli bilan, hayvonlar va odamlardagi asab impulslariga o'xshash elektr signallarini yuborish orqali. Masalan, hasharotlar hujum qilganda daraxt elektr signal ishlab chiqaradi. Bu signal himoya reaksiyalarini qo'zg'atadi va ildizlar orqali zamburug' tanasiga o'tib, boshqa daraxtlarga yetib borishi mumkin. Olimlar quyosh tutilishi paytida shunga o'xshash hodisani kuzatishdi. Daraxtlarning bioelektrik signallari bir-biriga moslashib, yagona impulsni hosil qila boshladi. Dastlab keksa daraxtlar ta'sirlandi, go'yo ular bunday hodisalarni eslab qolgandek va yosh daraxtlarni ogohlantirmoqchi bo'lgandek. Elektr signallari yordamida o'simliklar o'sishni muvofiqlashtirishga, bir-birini xavfdan ogohlantirishga, stressga birgalikda moslashishga va hatto jamoaviy xotirani saqlashga qodir. Aynan shu nozik sozlangan tizimga mikro va nanoplastik aralashyapti. Bugungi kunda o'rmonlar mikroplastikning ulkan omboriga aylandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rmonlar atmosferadagi mikroplastikni ushlab qoladi. Havo oqimlari o'rmon orqali o'tganda, ular o'zi bilan tonnalab mikroplastikni olib o'tadi. O'rmon xuddi ulkan filtrday ishlaydi. Daraxtlarning shox-shabalari va barglari haqiqatan ham havodan zarrachalarni saralab oladi. Ilgari bu atmosferani chang va iflosliklardan tozalashga yordam bergan. Ammo bugungi kunda ular bilan birga mikro va nanoplastik zarrachalar ham ushlanib qolinyapti. Organik modda aylanishi mumkin bo'lgan changdan farqli o'laroq, plastik parchalanmaydi. U barglarda qoladi, tuproqda to'planadi va o'rmon havosida saqlanib qoladi. Har kuni daraxt shoxlarining har bir kvadrat metrida o'nlab mikroplastik zarrachalari ushlanib qoladi. Olimlar o'rmon tuproqlaridagi mikroplastik cho'kindining yillik miqdorini baholab, uning Yevropadagi plastik ishlab chiqarish hajmi bilan bog'liqligini aniqladilar. Agar plastik zarrachalarning asosiy manbai atmosfera cho'kindilari bo'lsa, 70 yil ichida o'rmon tuproqlarining har kvadrat metrida 400 mingga yaqin mikroplastik zarralar to'planishi mumkin. Zaryadlangan zarralar bioelektrik signallarni buzib, o'rmonlarning moslashish va tirik qolish qobiliyatini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Manfiy zaryadga ega bo'lgan nanozarrachalar ildizlarga osonroq kirib, ozuqa moddalarining o'zlashtirilishini buzadi. Buning natijasida o'simlikning o'sishi sekinlashadi va ildizlarning shakllanishi buziladi. Bundan tashqari, elektrostatik zaryadlangan plastikning mikro va nanozarrachalari barglarga yopishib, o'simlikning hujayralariga kirib, fotosintez jarayonini izdan chiqaradi. Ular o'simlik hujayralarining energiya markazlari bo'lgan xloroplastlarga zarar yetkazadi. Xloroplastlar hayvon va inson hujayralaridagi mitoxondriyalarga o'xshash vazifani bajaradi. Mikro va nanoplastikning uzoq muddatli ta'siri tufayli o'simliklar kislorodni yaxshi ishlab chiqara olmaydi. Mikro va nanoplastik zarrachalari hayvonlar miyasiga singib kirish qobiliyatiga ega. Elektrostatik zaryadlangan plastik zarrachalari miya hujayralariga shikast yetkazib, asab impulslarining o'tkazilishini izdan chiqaradi. Bu asab tizimining buzilishiga olib keladi. Ko'rish, eshitish va hid bilish qobiliyati pasayadi. Harakat koordinatsiyasi buziladi. Hayvonlarning fazoda mo'ljal olishi, ozuqa topishi, xavf-xatarlardan qochishi va turdoshlar bilan aloqada bo'lishi qiyinlashadi. Bularning barchasi ularning tirik qolish imkoniyatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bunday buzilishlar ko'p jihatdan odamdagi neyrodegenerativ kasalliklarning dastlabki belgilarini eslatadi. Butun jahon yovvoyi tabiat jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 50 yil ichida sayyoramizdagi yovvoyi hayvonlar soni deyarli 70% ga kamaygan. Uy hayvonlarga javobgar bo'lgan odamlar ularni himoya qilishga qodir emas. Uy hayvonlari ham mikro va nanoplastik bilan zaharlanib bo'lgan. Uy hayvonlarining ozuqasida PET, ya'ni plastik idish tayyorlanadigan modda bor. Mushuk va itlarning to'qimalarida esa mikroplastik zarrachalari aniqlangan. Tadqiqotchilar tabiiy sabablar tufayli vafot etgan 49 ta hayvon, ya'ni 24 ta mushuk va 25 ta it to'qimalari namunalarini tahlil qildilar. Hayvonlarning 70% dan ko'pida mikroplastik bir vaqtning o'zida bir nechta a'zolarda topilgan.
Hasharotlarning yo'q bo'lib ketish darajasi sut emizuvchilar, qushlar va sudralib yuruvchilarning yo'q bo'lib ketish darajasidan 8 marta yuqori. Inqiroz ayniqsa ekotizimlar va qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan changlatuvchilar asal aralarining ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatyapti. Yovvoyi va asal aralar qishloq xo'jalik ekinlarining 75%ni, yovvoyi gulli o'simliklarning 90%ni changlatadi. Jahon oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishining 30% dan ko'prog'i asal aralariga bog'liq. Bugungi kunda asal beruvchi va yovvoyi asal aralar populyatsiyasi tez sur'atlar bilan qisqarib boryapti. Agar bu tendensiya davom etsa, yaqin 10 yil ichida asal ari populyatsiyasining yarmi yo'q bo'lib ketishi mumkin. Asal aralarining yo'qolishi o'simliklar va ozuqani, tabiat va insonni bog'lovchi bo'g'inning yo'q bo'lishi degani. Hind olimlarining tadqiqotlari mikroplastik bilan atrof muhitning ifloslanishi va hasharotlar populyatsiyasining kamayishi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berdi. Asal aralarining atrof muhit bilan o'zaro ta'siri elektr impulslariga asoslangan. Asal aralar nafaqat gulning hidi, rangi va shakliga qarab mo'ljal oladi, balki eng qizig'i gulning elektr maydoniga qarab mo'ljal oladi. Asalari gulga yaqinlashganda ular o'rtasida elektr maydoni hosil bo'ladi. Uchish paytida asalari tanasi havoga ishqalanishi natijasida elektrlanib, musbat zaryadga ega bo'ladi. Yerga ulangan gullar esa manfiy zaryadli bo'ladi. Bu zaryadlar o'rtasidagi farq elektr maydonini vujudiga keltiradi. Bunday maydon tufayli asalari gulga qo'nmasdan oldinoq gulchang asalari tomon ko'tariladi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, asal aralar gullarni elektr maydoniga qarab ajrata olish, muayyan elektr signallarni nektar mavjudligi bilan bog'lash va hatto qoldiq zaryad darajasiga qarab gulning tozalik darajasini aniqlash qobiliyatiga ega ekan. Asalari gulni tark etgandan so'ng gulning elektr maydoni kuchsizlanadi va boshqa asal aralar bu guldagi nektar miqdori kamayganligi haqidagi signalni o'qiydilar. Bundan tashqari, asal aralarining elektr zaryadi o'simlikni xushbo'y hid tarqatishga undab, yangi changlatuvchilarni yanada ko'proq jalb qilishga qodir. Shunday qilib, asalarilar va gullar o'rtasida butun bir elektr signallar tizimi amal qiladi. Mikro va nanoplastikdagi elektrostatik zaryad elektr impulslarini buzib, asalarining miyasi va asab tizimiga ta'sir qiladi. Buning natijasida asalari gulni taniy olmaydi, nektarning qayerdaligini tushunmaydi, uyiga qaytish yo'lini topa olmaydi va o'z hamjinslarini tanimay qoladi. Asalari uchun mikroplastikning hatto eng kichik miqdorlari ham halokatli bo'lishi mumkin. Asal aralarining tanasi sezgir tuklar bilan qoplangan va shu orqali u atrof muhit bilan doimiy aloqada bo'ladi. Shu sababli plastik zarrachalari ularning tanasi ustiga tushib, so'ng ichiga ham osonlikcha kirib boradi. Mikroplastikning hasharotlarga ta'sirini o'rganayotgan yetakchi mutaxassislardan biri bu Florensiya universitetining kognitiv va xulq-atvor ekologiyasi laboratoriyasi B-Lab rahbari, biolog, hayvonlar ekologiyasi va etologiyasi bo'yicha falsafa doktori professor David Barakki. Bizning va boshqa hamkasblarimizning tadqiqotlaridan ma'lum bo'ldiki, masalan, mikroplastik ichak mikrobiomiga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Shu sababli ular mikroplastik bilan oziqlanishsa, bu disbakteriozga, ya'ni mikrobiota o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Xuddi shu tarzda bu immunitet javobiga ham ta'sir qilishi mumkinligini aniqladik. Natijada asalarilar ham, tukli arilar ham o'zlariga xos immunitet susayishidan aziyat chekadilar. Ular endi infeksiyalarga qarshi kurasha olmay qo'yadilar. Bundan tashqari, ularda xulq-atvor o'zgarishlari kuzatilishi mumkin. Masalan, o'rganish qobiliyati va xotirasi zaiflashadi. Polietilen chamasi asalarilarga katta zarar yetkazmaydi. Polisterol esa nafaqat ularning omon qolishiga, balki o'rganish qobiliyati va xotirasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, tajribamiz davomida biz haqiqatan ham bu polimer, ya'ni atrof muhitda uchratishimiz mumkin bo'lgan miqdordagi konsentratsiya aslida xotiraning shakllanishi va tiklanishini qiyinlashtirishga qodir ekanligini aniqladik. Bu shubhasiz tashvishli holat. Chunki yuqorida ta'kidlaganimdek, asal aralar uchun yaxshi o'rganish qobiliyati va xotira g'oyat muhim narsalar. Mikroplastik oziq-ovqat yoki havo orqali asalari organizmiga kirganda, uning ichagini shikastlaydi, moddalar almashinuvi va reproduktiv tizimini izdan chiqaradi, immunitetni pasaytiradi hamda xulq-atvorida o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, hattoki fazoda mo'ljal olish qobiliyatini yo'qotishgacha olib keladi.
Butun dunyo bo'ylab olimlar tashvishli tendensiyani kuzatyaptilar. Yovvoyi qushlar soni tez suratda kamayib boryapti. Birgina Shimoliy Amerikaning o'zida so'nggi 50 yil ichida 3 milliardga yaqin qush yo'q bo'lib ketgan. Bu har bir 4-chi qushning yo'qolishi deganidir. Elektr signallari qushlar hayotida ham butun biosferada bo'lgani kabi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qushlarda asab tizimi miyadan tananing barcha qismlariga elektr signallarini uzatish orqali faoliyat ko'rsatadi. Impulslar quyidagilarni boshqaradi: qanotlar, dum va tananing havoda harakatlanishini, ko'rish va koordinatsiyani, kognitiv reaksiyalarni, masalan, yirtqichlardan qochishni, sayrash va tovushli signallarni. Qushlar har yili aynan bir joyga aniq qaytib keladigan, minglab kilometr masofani bosib o'ta oladigan haqiqiy navigatorlar. Olimlar ko'plab ko'chmanchi qushlar Yerning magnit maydonidan orientir sifatida foydalanishini aniqladilar. Samolyotni tasavvur qiling. Uchuvchining ko'z oldida osmonda yo'lini yo'qotmasligi uchun chiziqlar va belgilar tushirilgan radar ekrani bor. Qushda bunday radar vazifasini uning ko'zlari bajaradi. Ko'zlaridagi maxsus molekulalar yorug'likni va Yerning magnit maydonini ilg'ab, ularni elektr signallarga aylantiradi. Miyada ular haqiqiy dunyoga maydon chiziqlari qo'yilgan tasvirga aylanadi. Qush bir vaqtning o'zida bulutlarni ham, yerni ham, o'zining magnit radarini ham ko'ra oladi. Shu sababli unga istalgan yo'nalishda yo'l tutish oson bo'ladi. Mikro va nanoplastikning statik zaryadlangan zarrachalari qushlar organizmiga kirib, ularning elektr impulslarini buzadi va asab tizimi ishini izdan chiqaradi. Bu harakat koordinatsiyasining yo'qolishiga, xotira va o'rganish qobiliyatining zaiflashishiga, ovoz chiqarish funksiyalari va fazoda yo'nalish olishning buzilishiga olib keladi. Bu ularning parvozlari tartibsizroq bo'lishi, xatti-harakatlari beqarorlashishi va hatto qo'shiqlari ham pasayib, kuchsizlanishda namoyon bo'ladi. Ayniqsa jo'jalar zaif, ularning ko'pchiligi voyaga yetguncha yashay olmaydi. Omon qolganlari esa ko'pincha kognitiv buzilishlardan aziyat chekadi. Ammo bu hali hammasi emas. Plastik qushlarning jigari, bo'raklari, oshqozoni va miyasiga zarar yetkazib, Alsgeymer kasalligiga o'xshash alomatlarga olib keladi. Hatto tashqi ko'rinishdan sog'lom bo'lgan qushlar ham juftiga va nasliga to'laqonli g'amxo'rlik qilish qobiliyatini yo'qotadi. Bu esa ularning muvaffaqiyatli ko'payish imkoniyatlarini keskin kamaytiradi. Suv ostida alohida olam hukmronlik qiladi. Bu yerda ko'rish qobiliyati o'tkirligini yo'qotadi va tovushlar buziladi. Bunday sharoitda dengiz jonzotlari atrofdagi voqelikni boshqacha idrok etadilar. Ular elektr retsepsiya yordamida, ya'ni eng kuchsiz elektr maydonlarini sezish va ular orqali fazoda mo'ljal olish qobiliyati bilan atrof muhitni his qiladilar. Yirtqichlar, xususan akulalar, o'ljalarning mushak qisqarishlari va yurak faoliyati natijasida hosil bo'ladigan o'ta kichik elektr impulslarini aniqlash qobiliyatiga ega. Hatto baliq harakatsiz holda qumga yashirinib olgan bo'lsa ham, uning bioelektrik signallari uni fosh qiladi. Suvdagi barcha tirik organizmlar terisi orqali ionlar oqimi tufayli doimiy bioelektrik maydonlarni hosil qiladi. Bu maydonlar jonivor harakatlanganda yoki uning yaqinida boshqa tirik mavjudot paydo bo'lganda ozgina o'zgaradi. Elektr impulslari hatto suv ostida ham hayotning ajralmas qismi hisoblanadi. Elektrostatik zaryadlangan mikro va nanoplastik bu signallarni buzish yoki to'sib qo'yish xususiyatiga ega. Bu esa dengiz jonzotlarini zaif qiladi. Natijada dengiz hayvonlari va baliqlar o'ljasini topish, yirtqichlardan qochish qobiliyatini yo'qotadi hamda migratsiya yo'llaridan adashadi. Bularning barchasi ularning tirik qolishini xavf ostiga qo'yadi va populyatsiyalarning kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, mikroplastik ta'siriga uchragan baliqlarda keng ko'lamli zaharli ta'sirlar kuzatiladi. Immunitet tizimi ishidagi buzilishlardan tortib, qon tarkibidagi o'zgarishlargacha. Shuningdek, baliqlarda asab tizimiga salbiy ta'sir belgilari, o'sishning sekinlashishi va reproduktiv funksiyaning pasayishi qayd etilyapti. Biosferadagi barcha jarayonlar g'oyat nozik elektr impulslariga asoslanadi. Elektrostatik zaryadlangan va hamma joyga kirib, barcha ekotizimlarga singib ketgan mikro nanoplastik aynan shu impulslarni buzadi. Keltirilgan misollar global muammoning kichik bir qismi, xolos. Butun biosferada istisnosiz buzilishlar sodir bo'lyapti va hamma joyda natija bir xil. Signallarni uzatish jarayonlarining shikastlanishi
biologik aloqalarning buzilishi, tirik organizmlar faoliyatining izdan chiqishi va oqibatda barcha jonzotlarning halok bo'lishi. Mikro va nanoplastik hamma joyda va u tegingan har qanday narsa asta-sekin nobud bo'lyapti. Mikro va nanoplastik zarrachalarning zaryadi hayotning asosini tashkil etuvchi tabiiy biologik impulslarni izdan chiqaradi. Shu tariqa, ular asta-sekin biosferaning mavjudligi va o'zaro ta'sirini ta'minlovchi mexanizmlarni barbod qiladi. Bu halokat ichkaridan boshlanadi, sekin, deyarli sezilarsiz, ammo muqarrar tarzda. Hatto bugungi kunda sog'lom va tirikdek ko'ringan narsalar ham allaqachon mikro va nanoplastik bilan zaharlangan. Bugungi kunda sayyoramizda shunchalik ko'p mikro va nanoplastik to'planganki, bu butun biosferani bir necha bor yo'q qilishga yetadi. Plastik zarrachalar soni esa kun sayin ortib boryapti. Tabiat faqatgina yashash muhiti emas, balki bizning nafasimiz, ozuqamiz va himoyamizdir. Inson texnologiyasiz yashay oladi, ammo havosiz, suvsiz va tirik organizmlarsiz yashay olmaydi. Yer yuzida hayot so'nsa, insoniyat ham u bilan birga yo'q bo'ladi. Haqiqat shundaki, biz o'zimizni qanchalik ishontirishga urinmaylik, tabiatdan ajralgan holda yashay olmaymiz. Biz uning bir qismimiz.